Diqqat, shok xabar! Abduqodir Husanovga Manchester City'dan tarixiy tabrik keldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna bo'ling va videoroligimizga like bosing. Izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiring. Bir-biringizni hurmatla bo'ling va haqorat qilmang. Biz boshladik. O'zbekiston milliy terma jamoasining 2026-yilgi jahon chempionatiga ilk bor yo'llanma olgani nafaqat mamlakatda, balki jahon futbolida ham katta qiziqish uyg'otmoqda. Yurtimiz sharafini himoya qiluvchi eng mashhur futbolchimiz Abduqodir Husanov bu katta yutuq munosabati bilan Manchester City klubi tomonidan alohida tabrik oldi. Angliya chempionatidagi eng nufuzli jamoalardan biri hisoblangan shaharliklar o'zining rasmiy ijtimoiy tarmoqlarida sahifalarida Abduqodir Husanovning suratini e'lon qilib shunday deb yozdi: Abduqodir Husanov va O'zbekiston terma jamoasini jahon chempionatiga ilk bor chiqqani bilan chin dildan tabriklaymiz. Bu xabar City'ning dunyo bo'ylab millionlab muxlislar tomonidan katta qiziqish bilan qarshi olindi. Quyida ularning ayrim tabriklari bilan sizni tanishtirib o'tamiz. Jeremy Heldy, Abduqodir yangi avlod himoyachisi, tezkor texnik jihatdan yetuk aqlli o'yinchi. Xususan, Bedford Taylor bizda o'zimizning Jeki Chan bor ekan, tabriklayman demoqda shu tabriklarida. Ma'lumot o'rnida Abduqodir Husanov 2024-yilning 20-yanvaridan beri Manchester City klubida safida to'p surmoqda. 21 yoshli markaziy himoyachi bu mavsumda Angliya Premyer Ligasi, Mamlakat Kubogi va Jahon Chempionlar Ligasi jami 9 ta uchrashuvda ishtirok etib, bitta gol kiritishga muvaffaq bo'ldi. Transfermarkt portali Abduqodirni esa 35 million yevroga baholamoqda va bu holatda nafaqat O'zbekiston, balki butun Markaziy Osiyodagi eng qimmatbaho futbolchi hisoblanadi. Shu bilan yangiliklarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'ling va videoroliklarimizga like bosing. Izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiring.